Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, mana atkuz olishni ham ko'rsatib o'tamiz. Navbat keldi, xudo xolasa. Mana bir boshdan ko'rsatamiz. Primchkalarimizni qo'yib oldik, ko'rsatib o'tganman video davomida. Endi hozir yonlarini oldim, atkuzini eski holatiga moslab turib atkuziga oldik. Mana hammasi baquvvat qilib, ponalar qistirib, mana g'ishtlar tepadan tushayotgan yuklamani qistirib, o'ynashlik yo'q ishlarimda. Ponalardan tepalay tiqqanman, bu yerda ko'rinmayapti. Atemo zazor qoldirdimki, orasiga loy kirsin, semayli loy tishlashib qoladi. Mana setkalar qoqqanmiz, suvoq setkalar. Yaqinroqdan ko'rsatay. Mana shunchalik razmerda orasini yaqin qilib qoqib oldim. Ko'ryapsizlar, bitta aylantirib simni ham o'rab olganman mana. Baquvvat, mana likkillagan, boshqa joyi yo'q. Mana shu holatda setkalarni qoqib olasizlar. Mana bu yerda aylantirib shuni o'raganman. Mana shu holatda o'raganman. Hozir sig'ilish qilyapti. Shu holatda mana atkuzlarni olyapmiz. Bir xilda urg'inga olasizlar lekin. Yog'imiz eski bir 50-40 sm pastda edi, mana shu primchkalarni qo'ygandan ko'tarildi. Keyingi holat bilan bir xil bo'ldi. Bir xilda ketyapti. Xudo xolasa. Hozir albatta tayyorlashdan ko'rsatib o'taman oson yo'llarini. Bir paqir qilsa ham qatimoq qolmaslikda yo'lini ko'rsataman. Mana nol holatda qilyapmiz. Urg'inga ketyapti o'rtada. Hozirda loy bor ekan. Ko'ryapsizlar. Bu ham nolda. Shu holatda davom etaveramiz. Endi loyni qanaqa tayyorlanadi? Qanaqa qilsa qatib qolmaydi, ko'pgina loy tayyorlasa. O'shani ham tushuntirib o'taman. Ta'sirda tayyorlashda ko'rsatib o'tamiz. Bu yana bir ma'lumot sizlar uchun. Bu taxta qanaqa qilib loy tushadi degan savol bo'ladi-da endi har qanaqa odamga, endi bir o'rganayotgan odamga. Tabiiy holat bu. Buni loy tayyorlab turib yalatib olasizlar bir xilda qilib. Birinchi urg'inga olgansizlar, to'g'rimi? Urg'inga olganlaringizda tiziq bo'ladi. Urg'ingni bir xilda metka bo'ladi-yu, o'sha metkaga qarab turib buni tizib olsalaring, pravlarni ko'rib hisob qilasiz. Ko'p loy berib shirib olmaysizlar. Loyni berib yalatib qo'ysalaring, oz-ozdan qilib, bitta loy podni albasir bilan yalatib olganlaringdan keyin atkuz olsalaringdan qalaroq loy bo'lsa ushaveradi. Hozir shu holatga pravlarni qo'yib turib, atkuz olmasini oqib ketadi. Nimaga? Bu taxta ushamaydi-ku birdaniga. O'shani hisobiga oqib ketadi. Endi loyni qanaqa tayyorlashni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozirroq tayyorlaysizlar. Men yana ko'proq tayyorlashga aqlim yetadi. Nimaga? Yo'lini bilsangiz, qo'rqmasa ko'proq qilib tayyorlaysiz. Buni birdaniga tappa tashib olmaysizlar. Zichadan qilib suv cho'kkincha tashaverasiz, tashaverasizlar. Qo'llaringizni asvoqqa qo'llaringizni tiqishlaringiz shart bo'ladi. Perchatka bo'lsin qo'llaringda. Men hozir yo'l ekanini uchun yechib qo'ydim. Shu holatda tashlaysizlar. Yaxshisini olasizlar buni ham. Har xili bor. Sekin qat'iy yonidan do'kondan so'rab olasizlar. Yangi kelganmi yo'qmi shuni garantiyasi bilan olasizlar albatta. 15 ming so'mdan olyapmiz biz Marg'ilonda, Farg'ona Marg'ilonda 15 ming so'mdan. Yaxshi chiqyapti qattiq. Buni uzoq vaqt qolib ketgani ham leksiyaga shu quvvat yo'q bo'lib qatimaydi, yaxshi fasli loy bo'lib qoladi. Shuning uchun yangi olib ishlasalaring uzoq yil xizmat qiladi, xudo xolasa. Shu holatda davom etamiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa yana uzr so'rab o'tamiz. Bunimizdan kelgancha foydamiz tegsa, biz savobga ega bo'lamiz, xudo xolasa. Shu holatda tashladik, mana suv sekin kamayib boryapti. Shoshilmaymiz. Holatda davom etamiz. Necha cho'kib oladi? Keyin cho'kyapti. Suv tepaga chiqadi. Suvli joylarga tashlaysizlar. Ko'p tashlab olsalaringlar qo'yiqlashib ketadi. Mana shu holatda. Bitta tumoli. Shu holatda mana davom etamiz, qarab turinglar. Hozir men video cho'zilib ketmasin deb tezda aralashtirib olib o'zicha turish kerak bu. Keyin cho'kib oladi. Shu holatda bir boshdan
olasizlar. Kam bo'lsa yonlariga idishcha, bitta idishda albastra olsalaring, lesada bo'lsalaring. O'sha joyiga o'ziga yarasha chachishgacha suyuqlashgan joyga qo'yib qo'ying. Olib aralashtirib ishlataverarsizlar. Ozroq solamiz yana. Aralashtirib. Agar hammasini aralashtirib olsalaring, tez qatib qoladi. Temir teggandan keyin albastraga temir narsa tez qatirib qo'yadi, reksiyga ishib ketadi. Shu holatda olib, shoshilmasdan shpatilangiz toza holatda turadi. Ikki qo'l ikkita shu holatda beraverasizlar. Loyimiz tayyor. Sekin-sekin bo'ladi. Qatib olmaydi bu. Bir boshdan olib boraverasizlar. Ag'iga bag'iga aralashtirib olsalaring, tez qatib qolishiga olib keladi. Agarda tushunmasalaring, telefon qilaverasizlar, malol kelmaydi. Qo'limizdan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Bir to'liq bo'lsin dedim videoyimiz. Xudo xolasa. Hop, mana bu aklashga o'zida suv. Buni qopqog'ini teshib olasizlar kichkina miqda. Loy berishdan oldin g'ishtlarimiz bor-ku, devorlarimiz o'yilgan joylar. Rutbun besalarni, albastra besalarni suv chachib oladi yoki gruntovka berib olish kerak devorga. Lekin suv ham bo'laveradi albastraga. Shu holatda beradigan joylarni o'ziga chachib qilsalaring, ishlashi oson bo'ladi, bir-biriga yopishib ketadi. Agar chang holatga bersalaring, albastra bir yarim ushamay, ulas o'rtacha chiqadi. Keyin yana bitta ma'lumot, mana pravilalaringni yog'da, oddiy yog', mashinaning yog'i bor, shu yog'da cho'tkada yengil, shilpillatmasdan yonsa oddiy materialda yog'da yalatib bersalaring, ishlashib qolmaydi. Tezroq chiqadi, atkozlaringni qo'yganlaringdan keyin yopishib qolmaydi loy. Uzoq vaqt kutib turmaysizlar pravilani olishga. Tezda chiqadi. O'zi chiqib ketadi salga. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaring, obuna bo'lib, sizlarga yana yangi ishlarimizdan qo'yib davom etib ketamiz.